Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlari. Biza Cool Show'ni navbatdagi mavsumini ochiq deb e'lon qilamiz. Formatimizda ozgina o'zgarishlar bo'lgan. Buni ko'rsatuv davomida bilib olishingiz mumkin. Hammanglarga kelganingiz uchun kattakon rahmat. YouTube'da tomosha qilayotganlarga aktiv bo'lib, komment yozib, qaysi mavzu sizlar uchun qiziq bo'lsa, kommentlarga yozib ketsanglar, keyinchalik shu dasturlarimizga o'sha mavzuda gaplashishimiz mumkin. Agar sizlarga umumiy ko'rsatuv kamlik tuyulayotgan bo'lsa, uni jonli kelib, sahna stand-up klubida bizani Cool Show'ni navbatdagi sonlarga tashrif buyurib, u masjidda jonli ko'rsanglar bo'ladi. Hammanglarni taklif qilamiz. Sog' salomat bo'linglar. Boshda unaqa deb bo'lmaydi. Xayrlashishni ham masjidda yozib olamiz. To'rdan biri bo'ladi. Sizlar to'liq uni ko'rishingiz mumkin. YouTube'da ko'rganingizda obязательно komment yozinglar va unga Abdurahmon aka albatta ismayligini tashlab yuboradilar. Ismayligini o'qib qo'yaman. Firmenning. Всё, bugungi mehmonimiz hammamiz tanigan, hammamiz bilgan Instagramdagi bloglar orqali aktrisalik filmlarda o'ynagansiz. Filmlarda, kliplarda rol ijro etganlar. Maftuna Shokirova bugun bizga qarshi chalamiz. Biroz iltimos qildi, yo'lmasdan keldilar. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum hammaga. Yana qaytib ko'rishayotganimdan xursandman. Ushbu ko'rsatuvga Yaxshimisizlar? Hamma savollarga mehmonimiz javob beradi dedilar, lekin men bu munosabatlarda professional deb o'ylamayman o'zimni, lekin o'z fikrimni aytaman. Va bizani doimiy boshlovchilarimizdan Izzatilla Choyxo'jayev bugungi mavzumizni aytib o'tadilar. Bugungi mavzu menimcha hozir yengillik bo'ladi sizlarga. Ha, bunaqasini eshitmagansizlar. Bilmaysizlar. Munosabatlar, lekin uni usulashtiramiz. Tasavvur qilinglar. Mana yigit bilan qizni o'rtasidagi munosabatdagi xatoliklar. U xato yoki ikkalasi tomonidan yo'l qo'yilgan qanaqadir harakatdan keyin sodir bo'lgandir, yoki yigitni qaysidir xatosi, yoki qizni qaysidir xatosi. Sizlar bilgan qaysidir tanishinglarkim yoki o'zingizlarning hayotingizda farqi yo'q. Bitta xatoni yozasizlar, keyin u xatoni qanaqa tuzatsa bo'ladi yoki nimaga o'zgartirish kerak, shu haqida sizlar bilan suhbatlashamiz. Всё, bo'ldi. Agar tushungan bo'lsanglar, da bitta qarsak bo'lsak, boshlasak. Rahmat, o'tirsak bo'ladi endi. Biletlar arzonlashdi. Menimcha birinchi marta bilet puli taksining pulidan arzonroq. Bu zo'r hazil, zo'r hazil. Xos topdingiz. Yaxshi. Kim o'zi birinchi marta kelganlar? Ozgina suhbatlashsak, kimlar keldi? Qo'l ko'tarsa ham bo'ladi, в принципе. O'zi qarsa chalish kerak. Voy biz. Sizlar. Bu yoq tomonda eskilarmi hamma? Bor ekan bularda. Zo'r, ajoyib. Mikrofonimiz bor, sizlardanmi? Allo. Ana. Allo. Boshqa yoqqa tushdingiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingiz? Risola. T'si bormi? Yo'q. Yo'q. T'si yo'q. Ma'nosi? Resi bor. Resi bor, da. Ma'nosi bormi? Risoladagidek deganida. Risoladagidek. Hammasi cho'tki degani. Hammasi по полочке. Risoladagidek. Ajoyib. Kim bilan keldingiz? Kollegalarim bilan. Kollegalaringiz kim bular? Invalidlarmi? Kollegalarim. Birga ishlaymiz. Birga ishlaysizlar? Ha. Qayerda? Koreyskiy firmada birga ishlaymiz. Koreyskiy firmada? Da. Kosmetika? Yo'q, bizaniki IT firma. Startup firma, ochilganiga ko'p bo'lmagan. O'tgan yil avgustda ochilgan firmada. Birga ishlaymiz bular bilan. Yana bitta Gulmira degan qiz ham bor, u ham bizning kollegamiz. Uni taniymiz. U pastda bizning ham kollegamiz bo'lib qolgan. Har doim keladigan. Bizani chaqirgan ham Gulmirada. O'zi kelmadi hali. Yaxshi. Yangi yilni korporativini qildinglarmi? Korporativ qilmadik. Korporativ bo'lmadi. Yo'q. Bo'lmadimi? Yangi firma. Qanaqa go'shtdan qildinglar demoqchi edim. Yo'q, bizda unaqa bo'lmaydi, chunki bizning direktorimiz Koreys shu har doim kelganda bizga 2 oyda bir marta kelib ketadi. O'shanda bizga shunaqa korporativ qilib aylantiradi, ovqatlantiradi. Ana ovqatlanganinglarda isib ketmaysizlarmi? Yo'q. Shamollashlar chiqib ketmaydimi? Yo'q. Unaqa emas? Yo'q. Yaqinda oxirgi marta koreyskiy restoranga borgandik shu. Ana. Lekin ovqatlari halol edi. Hamma narsa ham risoladagidek bo'lmayapti. Yo'q, risoladagida lekin. Ovqatlari halol edi. Yaxshi, zo'r. Necha yildan beri ishlaysiz? 8-oyda boshlangandan beri birga ishlaymiz. Startup boshlanishi.
Faqat hozir Ahmadga 7-chi oy ishlayapsizlar. ketyapti. Yo'q. Ahmadga ha 2 No, oyda ovqatlanishga. rahmatga desa ham bo'ladi. No, o'rtacha oylik berishadi. O'zbekiston sharoitiga. Shunaqa. Xo'p, O'zbekiston sharoitida o'rtacha oylik 18. Yo'q. Unaqa emas. emasmi? Yo'q. O'rtasida 10 millionning o'rtasi. 10 millionning o'rtasi qanaqa bo'ladi u? Qanaqa u? Yarmi. Ha, yaxshi, zo'r, ajoyib. Bu uchun qayerda o'qiganmiz? So'ramang. So'ramayman, bo'pti. Kollegalar necha kishi bo'lib keldinglar? 4 kishi. 4 kishi. Bular 4 kishi. Bular zo'r. Ularning vazifalari nima? Biz shu hammamiz bitta vazifamiz bor. Shu Startapni rivojlantirishda shunaqa. nima ish qilishga yetishmabdi hali sizlarga. Yo'q, biz bilamiz, no konfidensialniy biz shartnomaga qo'l qo'yganmiz, aytmaymiz deb shunga. Konfidensialniy degan so'zni bilsangiz, значит yaxshi ish bo'lsa. Yo'q. Ya'ni Shunda- HR aytgan, bunga qo'l qo'yasizlar, bu konfidensialniy narsa. Hamma NDA ga o'xshagan narsaga qo'l qo'yganmiz o'shanga. NDA bu anaqa nima deydi, o'sha Indiya. firma NDA deyiladi. Firmaning sirlarini oshkor qilmaymiz degan shunaqa. Da. O'sha konfidensialniy. O'sha. So'raganingizga yetishgan shu narsa. Xo'jaliklar intervyuni eshitgan deyishdi o'tirib. Yozinglar, ular biroz vaqt cho'zyaptilar spetsial. Yaxshi, zo'r. Rahmat kelganingiz Rahmat uchun. sizga ham. Qasaginglar ajoyib. Kimlar bor yana yangilardan? Hop. Mayli, munosabat bo'sh ba'zida tushunmayotganlar unda aniq qilaylik. Siz misol uchun bulardan so'rasangiz. Ha, so'ramoqchi edik biz. Men boya gap aytaman lekin. Bu joyga kelsamiz. Qarayman, siz nima deb o'ylaysiz? O yigit bilan qiz o'rtasidagi munosabatda nimalar xato deb hisoblaysiz? Xo'p. To'xtang. Qiz sevish shart emas. Qayerdan fikrimni o'qiyapsiz? Men boshqa narsa aytadi deb o'ylayman. Men o'ylayman, bolalar ko'p va'da bermasligi kerak. Bu hamda. O'zlaridan so'yilish, qani nima deb o'ylaysiz? Sizlar voобще bilyapsizlar meni qanaqaligimni. Bilib chaqiramiz deb sizni. Ya, уже uni Galari. Hammada ayb bor, hamma ham munosabatda ayb qiladi. Kimdir ishonch, xiyonat, bir nima deydi. Hammasini menimcha o'zagi qiz bola tarafdan qaraydigan bo'lsak, qiz bola qattiq sevib qolishida. Qattiq sevib qoladida, Qattiq yaxshi narsa-da, o'zi sevsa bo'ladi. Ichkisi kelmasa boshiga so'rab. Keyin u yonida har kun bo'lishini xohlaydi. U ishlash kerak, pul topish kerak. Keyin Yana e'tibor puli kam bermayapsiz. deydi. Keyin e'tibor bermayapsiz deydi. U o'zi asosiy sababchi qiz bola bo'ladi-da. Har kun birga yurishimiz kerak, har kun yonida bo'lishingiz kerak. Qanisiz, qattasiz deb xayolini olaverasizlar-da, keyin aytasizlar, pul kam topyapsiz deb. Qancha yosh payti harakat qilib pul topsa yaxshi o'g'il bola. Chunki qancha yosh harakat qilsa, qamalib ketsa ham yosh chiqadi-da. Takor. Keyingi marta harakat qilishga ham yetadi. Shuning uchun nima qilmoqchi bo'lsanglar ham vohlikdan qilinglar. Chunki 18-20 dan oshib уже qizlar xayolinglar ham bo'lib qo'yadi. Keyin o'zinglar nima? Nima? Ne, yoz bo'lganlar bitta qarshi charsanglar. Hali bor ekan. Normal. Qolganlar nima? Sizlar munosabat qurmaganmisizlar? Siz ko'rgan kelganda, bolalar asosan. Kim Maftuni bo'lgani uchun postida keldi. Qaysi charinglar? Rahmat Bekzod. Ana. Mana. Yaxshi. Yaxshi. Zo'r. Kim Abdurahmonga posterda bo'lgani uchun keldi? Qo'ying. Men o'zimni kattaroq qilib joylashtiraman endi. Posterni ham o'zim qilganman. O'z hammani bir xil joylashtirsangiz ham siz kattaroq o'tirasiz. Siz Ahmadning postida sizni bo'yingizni man bilan tenglashtirib qo'yganman. Rasmiy tushayotganda tegimda stul bor edi o'sha. Tak, вот, shunaqa. Xo'p, kim tayyor? Kim men uchun keldi demoqchi edinglar? Aytavering, kim bular uchun keldi? Mayli, Izzatilla uchun kim keldi? Ajoyib. Yoz bo'lgan bo'lsanglar, mana sekin yig'ib chiqyaptilar. Oldinglarga kelsa, pul tashlasanglar ham bo'ladi. Tam savatchamiz bor. Hop, bular yig'guncha yana kimdir bilan gaplashinglar. Birinchi marta kelgan. birinchi marta kelganlar. Sahnaga birinchi marta kelganlar bormi? Mana shu o'rtadagi okamdan Man o'tib degani ketamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bo'ldi, beravering. Ismingiz? Behruz. Behruz, ajoyib. Kim bilan keldingiz? Bitta o'zim. Bitta o'zingiz keldingiz. Hayotda? Ish, o'qish. Hayotda nima? Hayotda ham o'zingiz emasmi? Bitta o'zimmi? Ha, shunaqa. Ha, zo'r. Ajoyib. Shuning uchun ham qog'ozga yozmadim. Nega? Bitta o'zim bandaman. Вроде Ayo, u munosabat yoningizda bo'lishi shart emas.
siz ko'rganingiz. Sizlar anaqa deb tushundinglarmi? Prям o'zingizlar qilgan xato deb tushunyapsizlar hammanglar. Ya, o'zinglar qilgan emas. Ko'rgan, kinodagini yozinglar. Da, kinoda. Vine'dagi xatolarmi? Kimdir Maftuna chiqqan kino bo'lsa, o'shani ham yozib ketinglar. Bizga ham qiziq, qaysi kinoda chiqqanligi. Serialda chiqqan, qaysi serialda chiqqansiz? Ayriliq azobi. Oo. Shuni aytdingizmi? Undan tashqari Qora atirgulda ham chiqqanman. Qora atirgul. Qamoqqa qamalgan Siz ham ayollar. qamalyapsiz. Ha, men ham qamalganman. Cho'chiza olishgan? Otamni O'ldirib qo'ygansiz. ha, shunaqa. Otangiz yomon ishlamadi. Ha. Sizga nisbatan yomon ish qilgan. Hmm. Mana shu munosabatga xatolik bo'ladi. Voy, mana chun Misol, oldinglarmi? Mana bittasi shu. Behruz, sizga qaytamiz. Mikrofonni berib olsangiz bo'ladi, yaxshi? Ya, hazillashdim. Berib oling, bemalol. Yolg'iz ekansiz hozir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men ismim Azizbek. Hop. Onam bilan keldim. Birinchi marta. Onam. Seryozni? O, qasiginglar. Maftuni o'zingiz yaxshi tutasiz. Suvchilar chiqadi. Ha, bu birodar suvchilik. Ha, birodar. Yoshingiz nechida? 25. Ha, yaxshi. Nima ish qilasiz? Men hozir zavodga ishga kiraman. Shikiryapsiz? Ha, endi topshiraman. Bitta davlat ish ham kerak ekan. Ha, uyinglar uchun. Ha. Yaxshi. A o'z kasbingiz nima? O'z trading bilan shug'ullanaman. Ha, trading. Tradingda. Ha, unda yotgan bo'lsangiz, kompyuter oldida oyingizlar aytganlar, boy sanam ish qilgan deganlar. Zotni zo'r ish topgan deydi. Zavodga kirdingiz mana sizlarga. Tradingga vaqt qolmay qoladi-ku. Vaqt topsa bo'ladi. Topsa bo'ladi. Erkin. Kechqurun hozir. Siz nima bo'yicha? Bitcoin bo'yichami yo aksiyalar? Yo'q, men tilla bo'yicha. Oo. Eshityapsizmi? Ey, siz gapiryapsizlar. Tilla bo'yicha trading qilar ekanlar. Tilla. Spark mashinasi bor. Spark mashinasi bor. Sizlar nima edi? Kia edi? Yo'q, aytmaymiz. Unda sal kutarganlar, yetib olishga. Bo'ldi endi kutmayman. Ha, bo'ldimi? Siz o'zingizni maqtamadingiz. Oyingizni beringchi. Beraymi? Azmi, ha? Yo, agar gaplashishga rozi bo'lsalar, farqi yo'q. Gapirasiz? O'tirib gapiradi faqat. Bemalol. O'zingiz turishingiz kerak emas. Turishi shart emas edi. Ko'ramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tushyapsiz, rahmat Tushyapsiz. degan. Xursand bo'ldik. Rahmat. Bu sahnada mendan ham ko'proq yoshli odam borligini o'zim bilmasdim. Это не факт, aka. Ismingiz nima? Jani. Wow. Ismlaridan yosh. Ismlar yosh ekanligi. Ismingizdan yosh ko'rmagansiz. Ziyanapa deydimi? O'tishsiz? Sadiqovna. Ziyana Sodiqovna bo'ldi, shunaqa. Nima ishlaysiz? Nima ish qilasiz? Men perinatal centrda, детский reanimatsiyada hamshira bo'lib Ha, ishlayman. bo'ldi. O'chishingiz bilan bilib aytdim biza. Da. Детский reanimatsiyada hamshira qarang, bolalarga yaxshi qaraydilar. Детский reanimatsiyada. Lekin Nevaralik zo'r qarasangiz kerak. Ha, zo'r. bu o'g'lingiz bittamimi yo yana bor? O'g'lim bitta, ikkita qizim uzatganman, ikkita nevaram bor. O'g'lim uylantirishim kerak, shu Maftunaxonni ko'rdim-da. Aha. Yur o'g'lim, boringlar shu qizga. Shiringina qizni qo'l ko'rsam shu hamma anaqalarni ko'raman, yaxshi ko'raman. Da. Ya'ni qora to'gilda chiqqan u hisob emas u o'tdi. U ro'molda bo'lganlar u atak mana Aypulida emas, aybadasi deydi. Zo'r, ajoyib. Uylantirmoqchisiz o'g'lingizni. Ha, xudo Olib xolisa. chiqdingizmi uchrashuvlarga? Yo'q, hali. Endimi? Birinchisimi? Kimga yoqish kerak? Sizgami, o'g'lingizgami? O'g'limga yoqish kerak birinchi No, o'rinda. men ruxsat beraman desa. Yo, o'g'limga yoqsa bo'ldi. Ha, bo'ldi. Ha. Wow, zo'r ekan. Ajoyib. Sovchilikni hali boshlamadingiz. Yo'q, hali bormadik. 25 ga to'ldi. Ha, zavodga kirib olishni kutyapsiz. Ha, Ish shu qilyapsiz, zavodda kirvasin, ishlaydi. qayerda ishlaydi desa, men falon joyda Trading ishlayman. deysiz. Tillachi sistem bo'lib yopishib olishadi. Qamalib ketishi ham mumkin tillachi ekanku. Ha? Tillachi ekanmi? Tilla bo'yicha trading qilar ekanlar. Birjada. Qonuniymi bu? Krupniy. Azbek trading. Buncha vaqtga olasizlar. O'g'lingiz olib keldilar. O'g'lim olib keldi. Ajoyib, zo'r. Rahmat kattakon kelganingiz uchun. Nimadir yozdingizmi? Ha, yozdim. Siz termasiz. Oyim yozmadilar. Va sizni tajribangiz kerak bizga. Jana Sodiqovna nimani xato deb biladi? Men o'yingizdan so'rab qo'ya qolaylik. Ha, hozir so'rab qo'yamiz. Erkak va ayol munosabatida nima xato deb o'ylaysiz?
bizani kontingentdan kelib chiqqan holda. Erkak va ayol, er xotinlarning o'rtasidagi munosabat avvalambor erkak kishi xiyonat qilmasa, aldamasa, oila mustahkam bo'ladi. Ayol kishi hamma narsaga ko'nadi, u endi ko'nib yashaydi manimcha. Ya u ko'nadigan ayol kishilar sizni pokoleniyangizda o'tib ketdi. Hozirgilar ya. Hozirgilar yo'q. Eng qizig'i erkak kishi xiyonat qilmasa dedilar. Ha. Yo tomonchi. Ha. Kim yo'ldan qo'yadi? O'zbek ayollarda Za. Ну да, в принципе shunaqa. Nima kerak deysiz yaxshi hayot kechirib ketish uchun? ayol kishiga shirin so'z, boshqa hech narsa kerak emas. Yo'q. Hamma narsa yo'q, hamma narsaga Kerak. yaxshi gapirsa hamma narsa ko'nib, banaf ketib turadi. Siz faqat gapirishni bilasiz demaydimi keyin? Yo'q. Shundayam mumkin. Ha? Ya u ham shu sizni pokoleniyingiz paytida shunaqa. Instagramda yo'q paytda. Qanaqa qizlar bilan uchrashyapsiz? Bular uchrashuvi o'sha pokoleniyadan boshlaganlar. Ben oyun unaqa demagandi o'sha keyingi pokoleniya. Bo'ldi, kesamiz yo'q. Yo'q, Kesamiz. Yo'q, mana shu pokoleniyaga qaramaydi. Ikkita qizim mana yoshli ular. ustidan gapirib. Ular ham shunaqa. Yashaq. Turing, uzr. Bo'lib qo'ydim. Mana yosh qizlarim, yoshku mana uzatganlarim ham shunaqa erkak kishi yaxshi gapirsa, unaqa narsa olib bering, bunaqa qilib bering, o'rnini kiygim kelyapti, buni yeygim kelyapti. Unaqa narsalar yo'q. Ona tarbiyasiga bog'liq. Wow. Uchinchisini ham qiz tug'magan ekansiz. Aziz o'rnigami? Yo'q, men ikkinchiman. Hozir ikkinchisi. mana shu aziz Aziza bo'lganda bugun maqtovchi ketardi. Shirin so'z yigitimiz bor. Faqat shirin deya olmaydi. 35 yoshida. Asal. Rahmat kattakon kelganingiz uchun qasigiga chaqirasizlar. Zo'r, ajoyib. Vau. Hamma berdimi? Yo'q, kimnidir qolib ketdim. Kimdir kech yozib bera olmay qolganlar yo'q moringlarda? Bunaqada ruxsatinglar bilan. Ruxsatinglar bilan. Ha, men o'qiyman. Ha. Ekspertlarimiz javob beradi. Munosabatlar bo'yicha ekspertlar. Biz chista anaqaga uchmaganmiz deb, biz manipulyatsiyaga uchmaganmiz. Abdurahmon Mansurov, Maftuna Shokirova ketdi birinchisi. Ikkita lider Labi? yozish o'rgansin. Yordamlashaman. Bering endi shu baxt qushi shuni qo'liga Shu Sizga ham yordamlash kerak. boshiga qo'nibdi. shu baxtli qush bilan assotsiatsiya qilmaylik. Ikkita lider deb boshlangan kim yozdi? Ana siznikini o'qing. Juda kuchli yordam berdingiz. O'zlari aytib beradilar. Aytib bering rostdan Shundoq chunki mikrofonni Mikrofon. berasiz. ikkita lider o'z fikrini himoya qilib kompromiss topmasligi. Startda. Endi oddiyroq so'zlar bilan Kompromiss. Murosaga borish kerak. Sizlar Men tushunmadinglar, juda qiynagan. oddiyroq so'zlar bilan ikkita degani nima degani? O'g'il bola ham, qiz bola ham o'zini fikrida turib olsa, bu xato. Ko'pincha bizada qizlar har doim past ketadi deydimi. Endi kompromiss topish o'zi aslida bu xato. Faqat qiz bola murosaga kelish kerak emas, ikki tomon murosaga kelish kerak. Chunki tangani ham ikki tomoni bor-ku. Uchta tomoni bor, yoni ham bor. Har doim shu yonini esdan chiqarishadi. Men nima eshik qisganmi? No, da, o'shaning uchun ham deydi. Tangani tushunish kerak demoqchisizda. Murosaga. Ikkinchisi ko'p edi. Fikrini hurmat qilish kerak bir. Bir-birini fikrini hurmat qilish kerak. Rahmat, javobingiz uchun. Ajoyib. Zo'r. Qaysi jalsa bo'ladi? Kuzatilar nima bo'ldi? Qizlarga juda ham ko'p ishonib qolish. Chunki bitta tanishim qizi, bir tanish qizim bitta bolani shunaqa deb tashab ketgan. Ya'ni qiz bola qizim bolani tashab ketgan deydi. Ya'ni qiz bola nima desa ham, ha, senga ishonaman, seni xato qilishingga ishonmayman deyishi. Vau. Kim u? Assalomu alaykum. Ismingiz? Bunyod. Bunyod, ajoyib. Tushuntirib bersangiz qisqa. Bu Mikrofon ekan. Sal yaqinroq, ha. Короче, o'g'il bola nima desa ham qiz bolani sen haqsan, sen xato qilishingga ishonmayman deb qattiq olmaydi. Umuman tergab ham turmaydi. Nima desa ha deb bo'ldi, seni xato qaror qilmaysan, senga ishonaman deb qo'yaversa ham biroz xatolik bo'ladi-da, chunki bo'lmasligi kerak-da, to'g'rimi? Ha. Qid o'radigan bolalar xato ish qiladi, to'g'rimi? Ha, anaqa qilish kerak, chegaralar qo'yish kerak. Qattiqroq turib yoki bunchalikcha qattiq bo'lmasa ham kompliment berib tursa, gap gapingiz bir-biriga o'tyapti. to'g'ri kelmayaptimi? Meru demoqchilar, menimcha, o'rtada. Komplimentda ham
me'yorida nimasini ham Chizib qo'yish, qattiq qo'llikni ham me'yorida. har Ha, doim o'shanaqa. dema deyaptilar-da. Snickers olib bering desa, yo'q. Yuragi- Yuragim. Lekin anaqa ekan deydi. Pomading yashibdi deydi. Kompliment qilib qo'yish kerak. Ha. Snickers yemasak, pomading so'ragan. Atga Sizga boylik bu Snickers ortiqcha. yo'q deb. Ha? Snickers yesangiz pomadizdagi go'zallik ketib qoladi. Voy. Mana pap. Ikkinchi reels. Qiz bola munosabat boshlashga rozi bo'lgandan keyin bolaga e'tibor berishi va o'g'il bolaga vaqt ajratishi kerak. O'g'il bolani doim shirin gap bilan xursand qilishi kerak. Oh. Yigitingiz yo'qmi deymani? Agar qaysidir qiz yozgan bo'lsa. Yana? Qiz bola xolasi yoki ammasini o'g'li bilan gaplashmasligi kerak. Buda. Xolasi. Ro'zi xatosiz yozgan, значит, qo'li to'g'ri. Hamma yo'q, shunaqa. Qiz bola vashshi protiv turmasligi kerak o'g'il bolaning gapiga. Ya'ni, hozir topamiz, keyin Qaysi qiz yozgan bo'lsa ham Qaysi mushuk gapiga ekan. masalan? hozir topamiz, keyin qaraysiz. Icham qanaqasiga nima deyapsiz? To'g'ri, to'g'ri. Qanaqasichi? Ye? Nima u? Kim Qani, u? turing qani. Qizig'i egasi yo'q bo'ldi, jim o'sha. Bo'ldi, jim chiqmaydi endi. Kim u? Yo'q, men topishim kerak u odam. Qo'l Svet ko'taramiz. orqali ko'rmayapmizmi yoki o'zi ko'ringisi kelmayaptimi? Ketdi, ketadi. Unaqa narsa yozgandan keyin. Конечно, bunaqa ajoyib. Hozir turib men yozdim deyishing kerak. O'zi ham yozib qo'rqib ketganda, deb topshirib. Chunki bunaqa bo'lish kerak emas. Nima? Hazillashgan menimcha, bunaqa bo'lish kerak emas. Siz aytdingiz-ku qiziqarliroq yozinglar deb shunga menimcha. Nima ekan keyingisi? Munosabatda emasman deb unday belgisi qo'yibdi. Kimdir so'radi masalan, munosabatda emasmisizlar? Bir-birini o'zgartirishga harakat qilish xato deb hisoblayman. Vot, qani, kim u? U ham ketdi. Bir yigitda. O'zgartirgan. Topdi bular bir-birini. Lekin yaxshi gapida qani siz? Mana va. Yaxshi gap aytsa qo'l ko'taryapti. Mana qaranglar, aldab mana shunaqa qilamiz, xo'pmi? Zo'r yozibdi deymiz, qo'l ko'targandan Don keyin sepamiz taka. Au deydi. Au. Nimaga jim turdingiz? Nimaga jim turdingiz? Mikrofonlar yo'q. Mana mikrofon kelyapti o'sha. Yana sizmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yani Qaysisi? munosabatda emasman deb sandan kimdir so'radimi deb urishib berdilar. Shunga indamay o'tirdim. O'sha. Bu adresonni edi, gaplashgan aka. Tushundingmi? Ikkinchisi nima edi? Ikkinchisi bir-birini o'zgartirishga harakat qilish xato deb hisoblayman deyaptilar. Значит, borimga ko'ngin deyaptilar. Yo'q, men bularga yetmadi. Yo'q, bularga tushuntiryapman. Nima ekan? U qanaqa u buni o'zgartirmaslikka harakat qilish? Boricha qabul qilish. Xarakterim, masalan, bolalar tomonidan bo'ladi ko'pincha uni o'zgartir, unaqa qilsa, unaqa qizlarga shartlar qo'yishadi. Yo'q, boricha qabul qilish kerak. Shartga bormaysan, bu kompliment qilsa-chi orqasidan. O'ylab ko'ramiz. Ko'nsa bo'ladi. Bugungi shouimiz Yo'q, o'zgartirishga harakat qilmasligi kerak ikki taraf ham bir-birini. Boricha qabul qilish kerak. Nega? Munosabatda erkinlik bo'lishi kerak-da, chegaralar bo'lishi kerak emas. Bu ham reis bo'ldi, yozildi, menimcha. Lekin bu fikrga qo'shilmayman sal. Nimaga? Prям 100% o'zgartirishga harakat qilish kerak emas do'st. Ne, ba'zi bir tomonlari bo'ladi, что o'zgarish kerak. hali munosabatda bo'lmagan paytda o'ziga ko'rgan narsalarni munosabatdagi qiz yoki ayol qilish kerak emas bo'lgan joylar bor. Da, Shunaqa joylari bor. Uyda o'zini qarab tutishi. So'kinishi, qiz bolani. Qiz bolani so'kinishi yomon. Munosabatda masligida ham so'kinish kerak emas. Emasmi? To'g'ri, yomon emas. Hadis? U ham odam so'kinib turadi. Emotsiyalarni chiqarish kerak. Iloji yo'q. Yaxshi ketidan so'kormadi. Sizni so'kmasa bo'ldi, to'g'ri? Liboy qizi. O'ziga o'zi so'kinib chiqarib nima qilsa bo'ladimi? Endi bular so'kib ham bo'lmaydi. Bu so'kish uchun yurak kerak. Lekin bular so'kadilar. O'tgan safar ham aytganmiz biz, bular lekin so'kadilar, istoriyada qizlarni so'kadi. Biz guvohmiz. Voy, kesamiz. Siz yana qizlar aybdor, unaqa qizlar yo'q, oldingi davrda edi deysiz. Mana bugun ochiqchasiga gaplashamiz, ko'rsatuvning.
Mana sizni bular kuzatishgan. Ana endi o'sha nagli istoriyada so'kkanlar Ya men o't olaman yo'ldan o'tdi unaqa. yaqinda ham bo'ldi Qo'lingizni tushiravering, yuzingizga bijir-bijir qo'yamiz. Men qo'yaman. o'z yuzlari bijir-bijir. O'z bijib-bijib bo'lyapti. 36. Mayli. Ha, 35 hali. Siz nima deysiz? Shu ikki tomon o'zgarmaslik kerakmi, Ya, o'zgarish lekin kerak? ozgina o'zgarish kerak. Qiz bola. Moslashiladi. Ozgina bes yig'ish kerak. Yo'q, ana umuman boshqa odam bilan bo'lyapti. Misol uchun, To'g'ridir. ana qanaqadir moslashish kerak-da, misol bolam shu desa ham bo'lmaydi. Общий 100% o'zgariladi. Bola 10%. Ha, qiz so'rayapsiz. Foizga kelishib olamiz, bo'lmasa. Ha. Menimcha o'zgarish kerak. No, endi bu sizni fikringiz. chiroyli qilib o'zgartirib olsa bo'ladi bolalar boya o'zi aytgandek komplimentlar bilan yaxshi gapirib Da, shu gapga birdan qo'shilaman. qo'pollik kerak emasda yaxshi gapirib aldab Chunki baribir o'zgarish bo'ladi baribir-da. Menimcha ham shunaqa, baribir O'zgarish o'zgarish bo'ladi. munosabatini Xohlasangiz qadrlasa xohlamas. hurmat qilganidan ham o'zgaradi Ana, sekin-sekin. aytadi-yu, moslashadi Sen moslashadi bilan nimani ko'rdim, shuncha yil yashab dedi-yu, вот u stabillikda hech narsa ko'rmagan oldin ham, hozir ham hech narsa Bola ko'rmagan. o'zgarmayapti. Hech narsa Bola o'zini ko'rmagan. ishini to'g'ri O'zgarmayapti, bajaradi. u o'zini ishini qilyapti. U o'zgaryapti. Uni o'zgartirishni Uni xohlayapti. talabi ko'payapti. Xato. Ha, u yotibdi deyman, maza qilyapti. Oldin ham shunaqa. Oldin kimiding? Yalang oyoq. Hozir kimsan? Oyoq yalang. Bab qachondir o'zgarish bo'ladi. Chunki oldin 7-bekatida hozir o'zgarish bo'lgan. Sevgili. Shunaqa. Bilmadim. Shunaqa. Keyingisi. Keyingisi ham pashti Rahmat. bir xil ekan, o'shaning uchun gaplashmaymiz degan qaror ekan. Munosabatlar boshida kelishuv kerak degan gaplari bor ekan faqat. assalomu alaykum Ovozlardan tanidim. Ha, siz hamma muxlislaringiz deb o'ylayman. rahmat Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. yo pul uchun kelishib yashaydigan oilalar bor hozir hatto qonuniy tomondan zaksdan oldin shartnoma qilyapti-da er xotinlar xuddi zamonaviy davlatlarda bizga ham yetib kelibdi o'zbeklarga ham shu narsani yaqinda bildim masalan qizni puli ko'p bo'lsa bolalar kelishib yashayapti urgani yo'q Rozi bo'lib, O'lganim yo'q. Men sal oldin propiska uchun kelishib yashaydiganlarni bilardim. Amerikaga ketishardi kelishib turmush qurib. Yo, Juda kelishuvlar siz munosabatlar bilan kelishib bo'lmaydi deysiz, kelishib bo'ladi. Masalan, to'ydan keyin ham hatto kelishish mumkin. Bilasizmi, ayollar dugonasini tug'ilgan kuniga borish uchun hamma aytganini qiladi erini. Masalan, 9dan keyin ko'chaga chiqmaydi bir hafta yoki xohlagan ovqatini bir hafta tayyorlab beradi, qaysidir dugonasini to'yiga borish uchun. Chunki siz oila qurganingizdan keyin ba'zi bir dugonalaringiz keyinroq oila quradi-ku. O'shalarga ruxsat so'rash uchun kelishib yashayiladi demoqchiman. yoki bolalarga dachaga borish uchun ruxsat beradi. Hech qachon. Kim ruxsat so'raydi? Nimaga dacha yomon joy emas u? Ruxsat so'ramaysizlarmi? Yo, yomon joy emas, qachonki oilangiz bilan borsangiz. Au, dachaga o'zi dam olganiga o'tdi oilasidan, bechara. Oilasidan-da oila Ya, dam alohida olish joyi. demoqchiman-da. Oila dam Oila olish dam joyi. olish joyi. Yo, o'rtoqlari bilan ketsam mumkin, ular ham oilasini olsa. Voy, Yo'q, voy. men tushunmadim. Oiladan dam olish, oila ish joyimidiki, undan dam olasiz. Oiladan dam olish uchun qizlar ketish kerak. Kir yuvmaydi u yoqda, idish-tovoq yuvmaydi. Ya, idish yuvadi. Xo'p, munosabatlar haqida fikrimni aytdim, mikrofon topshiraman. Pastdan ishtirok etish noqulayroq ekan. Rahmat, katta aka. Mayli, keyingisini o'qinglar, janjal bo'lib ketadi. Keyingisini. No, aralashtirdingizmi buni? Lotereya deb o'ylayapsiz. Ikkinchisi men oilada ayol kishi ko'chada ishlab ketish, ikkinchisi menda ishni davom ettiradi. Ya'ni uy ishlari, ovqat tayyorlash, maktabga chiqadigan bolalar bo'lsa, darsini qildirish. Bu narsalar juda ayol kishiga ko'p nagruska. Ikkinchisi menda ishlash kim yozdi? Sizmi? O. Men endi 25 plus yoshim, shuning uchun men oiladagi Vo, 29 mi? 28 yoshman. Men topganim qo'y. Xullas o'sha men birinchi kallam kelgan narsa shu oilada nima imminni oilani buzilishiga olib kelish, shu narsani tushundim. O'sha e'lon qilinganda o'shaning uchun men o'ylagan narsamni yozdim. Men o'ylayman, haqiqatan hozir ko'pchilik erkaklar ham ayollar ham ofisda ishlashadi, 9 dan 6 gacha. Lekin erkaklar ishdan keyin keladi, hech narsa qilmaydi. Bu polniy relaxation bo'ladi. Erkaklarda tayyor ovqat, boshqa narsa yeydi, lekin ayollar ishdan keyin keladi, ikkinchi smenadan bo'ladi ularda. Ovqat pishirish kerak har kuni. Keyin yana bolalari bo'lsa, bolalariga qarab hamma joyi yana uborka qilib qilish, menimcha bu ayollarni uje oxiri
bir nechidir yil chidaydi, oxiri chidolmasdan keyin menimcha ko'pchilik energy draining degan so'z bor, bilasizmi ingliz tilida? Qanaqami? Ichimlikmi? Nima? Yo'q. Tipa Reklama ketdi. Yo'q, просто odamni energiyasini qanaqadir vысасывать qiladi. Menimcha ko'pchilik vысасывать bilasizmi? So'yib oladi deyaptilar. so'rib oladi, ha. O'shaning uchun ham men o'ylayman, ko'pincha o'qimishli, hayotda o'zi nimadirga erishgan karyerasi bor qizlar uzoq bunaqa hayotda yashay olmaydi deb o'ylayman. Mana shu narsa. Imенно mana shunaqa, tipa ikkinchi smenda ham ishlab, ko'chaga ham borib ishlab kelib, o'sha narsa. Nimaga ishlamasa bo'ladi-ku, nima shu? No, lekin odam o'zini kelmadi. aniq o'zi uchun ham ishlash kerak-ku. No, lekin bu yoqda, ya'ni partnyor tomonidan yordam bo'lmaydi-da. Shuni hisobiga u ayolga o'zgarmayapti u. Boricha men o'ylaganim, men aytayotgan narsam partnyor tomonidan hech qanaqa yordam bo'lmaydi. Просто tak erkakning roli bilan ayol rolini просто aytmoqchiman. Chunki ayol rolida hech qachon partnyor yordami ko'pincha holatlarda kamroq bo'ladi. Jamiyatda ham ayollarga nisbatan ko'proq narsa talab qilinadi. Sen ayol kishisan, sen qilishing kerak. Ishdan keyin kelib har kuni ovqat qilishing kerak degan narsa. Вот. Mani fikrim shu, o'sha narsa oxir ayollarning joniga tegib ketadi, keyin uzoqqa bormaydi deb o'ylayman. Unaqa nikoh, turmush hayot, mani fikrim shu. Da. Lekin Men yashamadim, no. ushmaymiz. Atrofimdagi o'sha turmushga chiqqan hamma o'rtoqlarim 2-3 ta bolalari bor. Ularning gapini eshitib ko'rsam, hammasida bir xil tema. O'shaning uchun qiyin deb o'ylayman. Nima taklif qilasiz? Misol uchun meni o'ylayman, lekin men hali o'zim turmush qurmaganman. Просто menimcha erkak kishi tomonidan ham o'zi bu partnyor sifatida faqat uyda relaks qilib o'tiribmas, просто ayoliga ham yordam berish kerak. Uy ishlariga ham, misol uchun bolaga qarab turib, ovqat qilishga yordam berish. Birga qilsa tezroq tugaydi, keyin birga dam ola oladi-ku odam. O'shanaqa narsa variant yo'q-da. Ko'pchilik o'zbeklarni formulasida, yashash formulasida hammasini ayol kishi qilish kerak. Shu. Zo'r, lekin men qunchalik qo'shilmayman. Ana. Kechiringlar. Yo'q, erkak kishida u uy ishlarini qilish uchun yaralmagan. Bu qo'llar bu idish yuvish uchun emas. Men qo'shilmayman u fikrga. Yo'q, men qo'shilmayman. Masalan, uyda meni 3 ta akam bor, dadam bor, uy ishlarini umuman aralashganini ko'rmaganman, lekin baxtli hayot kechirishyapti, ko'z tegmasin. Men erkak kishi uyga o'ralashib, masalan, tasavvur qiling, pilisos qilib, pul artib yurgan erkak kishini siz sevmaysiz-ku, keyin to'g'rimi, sevasizmi? Nabrot hammasini menga ag'darib qo'ygan odam menimcha men sezmagan bo'lardim. Sizga ag'darib emas, to'g'ri, qisman fikringizga qo'shilaman. Masalan, birga qo'shilib emas. Mana bugun uy uborka qilinmagani, ozgina tushunib, charchaganman, unaqa degan gaplarni tushunish kerak. Birdan mana uy nimaga uborka qilinmagan, ovqat qani demasdan tushunib berish kerak, ozgina menimcha. Charchadingmi, ketdi achaga. Bolalarni ham olib, birga dam olib kelamiz. Yur unda ko'chada ovqatlanamiz deyish mumkin, ovqat qilmagan bo'lsa. O'tda idish tovuq bo'lib ketdi, uyga qaytamiz dedi. Uborka qilinmagan bo'lsa, mayli bugun emas, ertaga qilarsan, dam ola qol. Sizlar nima? Har kuni uborka qilinadi, har kuni ana qilinadi deyiladimi? Har kuni qilinmaydi. Men misol o'zim yashayman, bir oyda qilinadi. Kimdir kelayotgan bo'lsa uyga, mehmon kelsa, nomda tepib qo'yiladi ana chetdagi. Men ham xohlamayman uborkamga kimdir aralashishini. Men o'zim bitta o'zim maza qilib qilgim keladi. Wow. 3-ingiz. Eng topga chiqadiganingiz. Zo'r. 3-chi shaxslarning fikrini inobatga olish. Ana. Zo'r mavzu. Kim u? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hormanglar. Salomat bo'ling. Ismingiz? Shahnoza. Shahnoza. O'zingiz keldingizmi? Yo'q, eski hamkasbim bilan keldim. Eski hamkasb. Naftaliniki deyaptim. Shunaqa. Qanchalik eski? Bir 6 yil eski. Voy. Oldin birga ishlaganmiz. Biz o'zi eski hamkasblar bilan yig'ilib turardik oyda bir. Anaqa gruppalarda bo'ladi-yu, kim yig'ilamiz desa 10 ta odam, "Man" deydi-da, o'sha yig'iladigan kunda 2 ta odam qolib ketadi. Shunaqa narsa bo'ldi. O'sha oxirida 2 ta qolib ketgan biza bo'ldik. Qayerda ishlagansizlar? Biz Alisher Navoiy kinoteatrida ishlaganmiz, Alisher Navoiy. Hozirgi eski panorama desa ham bo'ladi. Nima qilgansizlar? Bilet yutgansizlar. To'ppa-to'g'ri topdingiz. Boshqa qanday ish qilmoqchiman?
Kino qo'yish mumkin. Man administratsiyada ishlaganman. Bular loxatronda desa ham bo'ladi. U yerda har xil o'yinlar bo'lardi-ku o'sha paytda. No, короче, ichkarida har xil loxatronlar bo'lardi. U paytda u bu shunaqa narsalarda yig'ilganmiz. Kollektiv zo'r edi u paytda. Zo'r, ajoyib. Qanaqa edi sizni yozgan fikringiz? Munosabatlarda hurmatsizlik, uchinchi odamning fikri, bir-biriga e'tiborsizlik bir-biridan sovutib tashlaydi. Chunki ana ko'p yillik oilani ichida shunaqa bo'ladi. Uchinchi odam to'g'ri maslahat berayotgan bo'lsa-chi? Endi u odam kimligiga nisbatan. Agar ko'chadan bo'lsa, misol uchun ajrashtirish maqsadida yoki o'rtani buzish maqsadida bo'lsa, uchi eshitish kerak emas. Chunki ikkita odamning o'rtasiga o'zi oila bo'lsa, agar ahmoq odam tushadi. Даже oilani ichidan bo'lsa ham. Chunki aytishadi-yu, er xotin urushi, doka ro'mol qurishi 2 kundan keyin yarashib ketishadi. Uchinchi odam baribir uchinchi bo'lib qolib ketaveradi. Ammalarga quloq solish kerak emas. Ammalarga to'ydan oldin quloq solish kerak. Uylanishdan oldin. Nimadan oldin? Okay. Uchi gapirib nimadir esimga tushyapti to'shib har safar. Shahnozaxon, rahmat kattakon. Charchamayli. Xursandmasdan ko'rganimdan. Kelganingizdan. Ha, sog' bo'ling. Boya Maftunaxon chiqqanda turmush qurmaganini aytdilar. Ta'kidlab o'tdi. Ta'kidlab. Bu bo'ydoqlar uchun alohida ma'lumotmidi? Sizga kimdir ruchka berdimi? Yo'q, hamma biladi-ku, ma'lumot emas. Da, ma'lumot deb hisoblasanglar ma'lumot. Siz o'sha kim bo'lsangiz? Siz o'sha kim bo'lsangiz, agar 18 da mashinangiz bo'lib, hozir biznesingiz bor bo'lsa, mayli. Mayli, sizga aytdim. Mani ishimga aralashmaysiz, tozalayotganimda uylanadi. Qani siz ham tanlaychi, sizga atalganni chiqar orada. Ha, olaymi po'sti. Abdurahim aka. Erkaklarning xatolardan biri jur'atsizlikda. Qiz bola xos qilib, noz qilib ekan. Noz qilib 10-15 marta отказ qilsa, osonlikcha voz kechib ketdi. 10-15 marta отказ qilsa, osonlikcha voz kechish. Ha. 10-15 marta bu rostdan 10-15 marta отказ qilsa, voz kechirish kerak emas. Kurashmaslikda ekan. Kim yozgan? 1 yil anaqa qilib yurganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Javobini eshitmasdan bizda assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Farg'onaliman. Assalomu alaykum. Bu kishim? Bular? Salom eshitganmi? Ha. Bular? Meni ayolim. Ha, yo'q, bildim. Koreyadalik paytida biz 10 oy atnosheniyada bo'ldik va sovchi jo'natmadik, o'zbekcha bo'lmadi. Xo'p. Shu jarayonda men qaysidir ma'noda give up qilmadim deydimi? Nima deydi? Taslim bo'lish. Taslim bo'lmadim. Ha. Shu ma'no. Shu buni fikrini eshitdinglar, qiziqroq. Ha, yo'q. Ha, siz Koreyada ham yashaganmisiz? Yo, bular koreys anaqada ishlaydilar, SPda. Koreyda Koreyada yashaganlar oladim. Siz BTS ham eshitasiz? Va siz faqat EXO eshitasiz. Blackpink eshitasiz. Blackpink degani ikki xil rang bo'lib qoldi. Ya, men faqat qizlar eshitasiz. Bo'ldi. Ya, qachesamiz. Ko'proq harakat qilish kerak demoqchilar. Demak, ancha harakat qilgansiz. Qani akam qayerda edilar? Mo'shni eshitarmiz? Uni men yozmadim, ayolim. Ha, ayollar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 10-15 marta juda ko'p emasmi demoqchi edim men, отказ qilsa. Yo'q, bitta qizga yurish uchun даже kam. Я так думаю. Qanaqa откazlar bo'lgan? Bo'ldi, yig'ishsamizlar bo'lganmi? Конечно. Ha, shunda ham anaqa qilganlar. Albatta. Wow. O'zimni dugonalarimda ham shunaqa haligacha oila qurmaganlari bor. O'zi 2-3 marta отказ qilsa yoki noz qilsa yoki urushib qolishsa osonlikcha voz kechib ketishadi. Ko'pchilik bolalar hozir shunaqa добиваться qilib oxirigacha davay deb harakat qilish yo'q. Oxirigacha borishga avtobusga chiqdinglarmi, kanichkasigacha boringlar. Shunaqa. Orqasidan yurib yetmadinglarmi? Dalsh yuring. Oxirigacha. Yo, agar xohlamasachi, qiz rostdan yoqtirmayotgan bo'lsa, ana manyakdek bo'lib qolmaydimi? Tushunadi, ошибка. Yo'q, uni menimcha xohlamaydigan qiz ham menimcha xohlasa kerak, keyin добиваться qilib harakatini ko'rsa erkak kishini. Shu gapga qo'shiladigan qizni bitta qarz icharinglar. Ya, g'alati. Yo'q, men ham qo'shilaman, chunki
qiz bola baribir bora bora u uchun harakat qilgan insonni tanlaydi, sevganini emas. To'g'ri. Uchinchi mana variantlar bo'ladi. Baribir qiz bolani ko'p gap otadiganlar bo'ladi. U baribir eng ko'p kim harakat qilsa, o'shani tanlaydi. Salom, qalaysiz deb yozilsa. Rahmat. Ya, endi bilmadim. Men misol 10-15 marta отказ qilsa, men balki shunga-da. Siz necha marta отказ qilishsa dalshi bo'lasiz? Bitta откazsiz qaytib bormayman. Ana. Yo'q, kim? Nima? Ya'ni Men nima qildim? chis degan narsa bo'lmaydimi erkak kishida? Chis. Yo bo'ladi, lekin qiz bola O'zbekchasi qanaqa g'alati aytadi. yetishmoqchisiz unda? Hamma qiz bitada ana qilsa u yaxshi Ya qiz emas bittada bo'ladi. emas, endi 10-15 marta ko'p emasmi demoqchiman-da. 10-15 balki ko'pdir, lekin masalan rostdan o'sha qizni yaxshi ko'rib qolishingizni u bilishi kerak-da. Ana 1-2 marta kelib yo'q bo'lib ketsangiz, ha shunchaki variantlarini orasida gap otib ko'rdi-da, menga deb o'ylaydi qiz bola. Agar siz ko'p harakat qilsangiz, ha rostdan sevib qopti bu bola deb o'ylaydi. Qarang, bitta отказ deganim bu shunda oldiga borib ko'rib qolish bilan men seni sevaman, meni qizim bo'lasanmi degandagi отказ emas. Oldin misol gul yuborasiz, uchrashuv taklif qilasiz, kinoga borasiz, kafega borasiz, u suhbat bo'ladi, do'stlashadi, ozgina gapdan keyin qara, buni munosabat boshlasak bo'ladimi degan shuncha harakatdan keyin munosabat haqida gap ochsa bola, qiz yo'q desa, undan keyin bemalol qaytib bormasa ham bo'ladi. Agar shuncha harakatdan keyin ham qiz yo do'st bo'lib qolaveraylik desa, Noziboy. Yo'q, mana yo'q bilan yo'q. Yo'q bilan yo'q farqi bor-da. Masalan, ajratib olishga. Uni bilamiz. Faqat Abdurahmonga bilmaylar. Yo'q desa. Yo'q desa yo'q. Qarang. Yo'q, mana hozir bilmadim deyishim mumkin. Konkretni yo'q deng. Bilib olsanglar, master class Abdurahmon. Qanaqa o'sha konkret yo'q. Konkretni yo'q qanaqa bo'ladi? Ayting. Yo'q. Ana endi mana shu yo'q Ana endi haqiqiy. qarang, tegida hisi bor edi. Qarang. Yo'q. Ya bunaqani men ajrata olmayman. Ana endi qarang. Ana endi h emas, yo'q emas, yo'q edi. Ikkilanish bo'lsin, ha? Yo'q. Ana endi Snickers yeyishayotganda. Siz nima rejissyor? Endi erkak. Mana ajratib oldinglar, mana shunaqa. Endi o'g'il bola aktyordan hozir ko'ramiz. Yo'q deng, konkretni yo'q. Men nima yo'q deyman? Menga yetmay faqat. Men nima qildim? Nima qildim men yo'q? Men yo'q deyishim kerak emas. Yosina yozibdi. Sirazi yaqin munosabat qilish o'g'il bola tomonidan. Noto'g'rimi bu shunda? Men bilmayman. Xatolik bo'lsa kerak. O'sha xato bo'lsa kerak. Noto'g'rimi bu? Молодец, Yasina. Ana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yo, u o'zimda bo'lgan holat, endi bilmayman, men o'zim sal yoshim kattaroq, 25 yoshim o'zim. 25 sizlarga anaqa SMS keladimi? Bugundan boshlab katta sizlarga 25 yoshda? Hamma 25 hali yosh, o'zinglar yosh deb tasavvur qilaveringlar. Normalniy yosh. Zo'r yoshda. Endi mana maza qiladigan yosh. Abdurahmon aka tegib ketyapti hamma. Yoshlar gapiryapti. Abdurahmon aka? Abdurahmon aka. Abdurahmon aka keldi. Fozilov. Sizga qaytamiz. Xo'p, sirazi yaqin munosabat bo'ladi, masalan. Ha, qo'rqitib qo'yadi, sirazi. Unaqa emas, yo'q, unaqa demoqchi emasman. Masalan, ko'rishadi, u bu joyga boradi, bundoq aylanayotganda qo'lini ushlaydi, mana shunaqa sekin bundoq qo'lini ushlab nima qiladi-ku, sirazi o'g'il bola tomonidan shunaqa munosabat qilish bu слишком noto'g'ri. Men o'zim yomon ko'raman bunaqa narsani. Shuning uchun aytganman. Mana bunaqachi, munosabatni boshida уже серьезный отношения taklif qilib qolishchi. Da, qarang, серьезный отношения. Xo'p, qarang, серьезный отношения so'raydi-da, keyin bundoq ketyapti, qo'lidan ushlayapti, yelkasidan ushlayapti, masalan, da dash o'tmang. Bu tushundik. Siz shaxsiy chegaralaringizni qo'ysangiz, u botin olmaydi shu ish qilishga. Ana qo'voling-da. Kim oling? Sirazi aytaman-da, masalan, yo'q, men to'g'risini aytaman. Masalan, turish bilan turish farqi bor-da. Ova. Mana men qanaqa turish? Ha, mas. Yo'q, masalan, siz vzglyadingiz bilan ham tushuntirib qo'ysangiz bo'ladi, menga tegish mumkin emas degan narsa.
mumkin emas degan uni. deb o'ylayman. Kiyimga ham bog'liq. Sanga emas degan. Da. Ha, kiyimga ham bog'liq. Da. Unaqa deb o'ylamayman. Kiyimga bog'liq deb o'ylamayman lekin. Yo'q, kiyim emas, to'g'ri, lekin Qiz bola. Yo'q, men kiyimga deganim masalan. Yo'q, yaxshi bo'ldi, kancha yaxshi Bilinadi bo'ldi. bu. Ha, Yo'q. Qiz bola masalan kalta kiyishi mumkin, boshqa sal ochiqroq kiyishi mumkin, lekin Lekin? u qiz Qani? xoliydi deb Buni qarang. o'ylagan narsa emas bu. chegarasi bor-da kaltani ham. Juda kalta bo'lsa, ushlash mumkin deb o'ylaydi Da, bolalar. shunaqa bolalarda, shunaqa. Men shunaqa deb o'ylayman. Bilmadim. Yoki aniq qilishga qo'l bilan tegilmasin degan yoki hozir iltimos suyanmangiz degan. Mayli. Iltimos suyanmang. Ko'zlarimga qaradi. Ko'zlarim tepada deb. Mana reels bo'ladi lekin. Lekanda. Bolalarni Qanday o'qib to'shadingiz hammasi? bo'ldi oxirgisi. Oxirgisi O'qib bo'ldik. Bo'ldi. Bolalarning xatolaridan bittasi qizning savollarining hammasiga rost javob berishi. Bu To'xtanglar. Bolalar xatosimi bu? Hech ham rost gapirmaydi bolalar. Yo'q, qanday yolg'on gapiradi voy? Yig'lasam ham sizga yoqamanmi deydi-yu. Ya'ni yig'lab turganda men chiroyli. Agar men tug'ilmaganimda ham meni sevarmidingiz deydi. Yo'q, albatta. Meni saqlab qolish uchun boshqasiga xiyonat qilarmidingiz sizcha? Nima deysiz shu payt? Nima deysiz shunda? Meni saqlab qolish uchun boshqasiga xiyonat qilarim. Ha. Trayno bo'lib ketdi yo'q hozir. Ya mana boshqasiga xiyonat qilsang, u tirik qoladi. Oho, nima uchun nima tugun. Yo'q, bor shunaqa. Insonni saqlash uchun endi. Bu xato bu. Bu xato. Men tirikman paka hali deydi. Ya bu manaqa savol beriladigan ikkita javobi bo'ladi baribir. Bu Himoliya. Ha. Vilka. O'lsam nima qilasiz? Ko'maman, nima qilaman? Olib o'tirmayman-ku bu. Bilib Yo'q, xato-da bu javob. Bu javob xato-da. Billa o'laman deyish kerak. Unaqa deydi. deyish kerak emas. Ha? Kallangdan chiqarib tashlab bunaqa gaplarni o'lmaysan deyish kerak. Kallangdan chiqarib tashlab bunaqa gaplarni? Rozi bo'ladi deysizmi shunaqa gapga? Ha, ishoning. Yo'q, menimcha, men bor bo'lsam sen hech qachon o'lmaysan deyish kerak. Da. Qurutni oling, reels qiling. Sen o'lguncha meni belim sinsin deydi. Bu jashla bo'lib ketdi. Erkak kishi qiz bola uchun har doim har narsaga tayyor bo'lish kerak. Savolmi bu? Shu bilan yakunlaymiz. Fikringiz? Har doim hamma narsaga. Da. Bu alohida o'zingiz uchun? Yo'q, shart emas. Ikkita javob berish kerak-da mana. Men jiddiy javob beraymi? Ha, jiddiy bo'ldi o'zi. Bo'ldimi? Kuldirolmadiku. Давайте jiddiy gaplashib ketamiz. Jiddiy anaqa deb e'lon qo'yamiz-da buni. Jiddiy show. Qo'l show deymiz. Da. Erkak kishi qiz bola uchun hamma narsaga tayyor bo'lish kerak. Chunki ayol kishi suyanishga muhtoj, doim kimgadir iltimos qilishga muhtoj, hamma narsani qila olmaydi, eplolmaydi, неуклюжа. Ya, уже anaqa o'tyapsiz. Yo'q, masalan, yo'q, haqorat emas. Masalan, oldida o'zidan hamma tomonlama kuchli odam bo'lishini xohlaydi ayol kishi. Shuning uchun yo'q degan gapni eshita olmaydi ayol kishi. Men buni qilib bering, men buni qilib bering desa doim bo'ldi, sen uchun deb turish kerak. U tog' borligini his qilish kerak. U mana chimyon oldimda ekan deydi-da. Da. Siz chimyon emas, siz Jamalunmasiz. Everest. Erkak kishi bitta holatda qiz uchun hamma narsaga tayyor bo'ladi, qachonki u o'zini qizi bo'lsa. Mana joyini kesib, tashib bersangiz, qizimga tashib beraman. Qizimga qo'yib beraman. Ha, o'sha o'zingizni qizingizni kim tug'ib bergan? U uchun ham tayyorman hamma narsaga. Ana, endi mana joyini ham kesib, menga tashib berasiz. Ya boshqa ayting. Va o'sha qizimni tug'ib bergan odamga, meni tug'ib bergan odam uchun ham hamma narsaga tayyorman. Kim qusvordi hozir? Biz bu sahna ko'rinishimiz bilan nima demoqchimiz? Onalarni qadriga yetinglar, rahmat. Onalarni nima bo'ldi? Kimga? Sizgami? Oxirgi so'z nima qilyapsiz? Ketyapsizmi? Faqat. Menga ketyapsizmi? Hozir oladi. O'lsam nima qilasiz? Oxirgi so'zim.
Men o'lsam nima qilasiz? Qani kimda mikrofon? Mavzu zo'r, gap yo'q, munosabatlar, mavzu zo'r. Qaytib bu mavzuga bo'lib. Ha, to'g'ri qilasiz. Yo'q, gap yo'q. Tezor banklar haqida gaplashamiz. Hammamiz rostdan mazah qilib kulishib o'tirdik-ku, lekin eng qizig'i munosabatlar to'g'risida biz 35 ga chiqib uylanmagan Abdurahim aka, 28 ga chiqib erga tegmagan opamizdan oldikda shu maslahatlar. Shu ozgina opa dedilar. Ha, yosh bolada nima maqsad? Norozimisiz? Ne? Yo'q, maslahat olishli odamsizlar-da o'zi. Men duo qilib beraman, men. Ko'nglingiz yonmang, ko'nglingiz yonmang. Shu nimaga ham bizga maslahat beryapmiz? Chunki Отказ qildimi, darsni davom etinglar. 15 yil prям. 15 yil deyilmadi. Menga 15. Nam yo'q. 15 marta mayli dedi. Sizda fikr bo'yicha? Munosabatda ko'p narsani bilganimiz uchun ham hozir turmush qurmaganmiz ikkalamiz ham. Tushundingizmi? Oba. Agar bilmaganimizda 15 yoshda turmush qurib, hozir nevarali bo'lib o'tirardik. Siz necha yoshda bo'lasiz? Yo'q, nevara emas, mayli. Bolangizni 11 yoshda bo'lib, maktabga chiqazib o'tirgan bo'lardik. U bilganimiz uchun ham, bilib qolayotganimiz uchun ham turmush qurish qiyin bo'lyapti, to'g'rimi? Shuning uchun ham kamroq bilinglar, kamroq bilishga harakat qilinglar. Tezroq turmush. Shunda baxtli bo'lasiz. Futboldagi trenerlarning hammasi ham oltin to'pni olmagan. O, gap. Ne, real. To'g'ri. Trenerlar yaxshi o'ynamagan, lekin futbolni yaxshi tushunadi. Gapni o'zim ham tushunmadim. Yo, tushunarli bo'ldi menimcha. Tushunarli bo'ldi. Rahmat hammanglarga kelganingiz uchun kattakon. Biz xursandmiz. Vaqt ajratib, sovuq kunlarda ham kelganingizga alohida rahmat Maftuna sizga. Iltimosimizni yerda qoldirmay kelganingiz uchun hammanglarni ko'p turganimizdan juda ham xursandmiz. Ajratgan vaqtingizga, ajratgan daromadingizga rozi bo'lasizlar degan umiddamiz. So'nggi so'z? Men gapirishim kerak ekan bilmay qoldim. Hammaga rahmat. Maza suhbatlashdim. Taklif uchun rahmat. Yaxshi munosabatda bo'lib, turmush qurib, oilali bo'lib ketinglar. Olg'a, rahmat.